WhatsApp obunachilar, assalomu Feyboy. Va biz ko'rib turganlaringizdek 100 ta zombiga qarshi urushamiz. Va biz videoni boshladik. Faqatgina zombi emas va qolgan moblarni ham urushsak bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta mob va hozirchalikka biz skeleton bilan urushamiz dedik. Va bizning rejamiz zombiga qarab ketdi. Va biz jangni boshladik. Jang boshlanmoqda. Va bunda 3 ta raund bo'ladi. Chunki hamma zombilar 100 tadan. Va biz 3 ta raundda urushishimiz kerak. Agar biz bir marta yutsak yoki o'lsak, yana boshqa o'ynayveramiz. Agar sizlarga video yoqayotgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib va videoga like bosing. Va biz raundda g'alaba qozondik. Ana ikkinchi raund. Va bizga bu zombilardan bizga tangalar va almas tushadi. Biz u almas yoki tangalarni olib o'zimizga mana shunaqa qilich yoki kamon yoki zapnimchalarni sotib olamiz. Mana 28 ta zombi qoldi. Agar qayerdan ko'ryapsiz deydigan bo'lsangizlar, mana invertorda tepasida turibdi. 2 ta zombi qoldi va biz yana yutdik. Bunda vaqt ham beriladi. Manakay biz bu yoqdan narsalarni sotib olamiz. Manakay. Shunaqa narsalar bor. Hammasi ham shunaqa narsa sotib bermaydi. Ular super qilich sotadi. Bunisi Minecraft'da o'zida bor zaxnimchalarni sotadi. Hammasi o'qitilgan. Va bu almazga narsalar sotadi. Bunisi nima sotar ekan? Qani shu oltin olma, o'qitilgan olma, o'shalarni sotar ekan. Va biz bu yerdan o'zimizga hayvon narsalar olishimiz mumkin. Hozir sizlarga bu jangni ko'rsatib beraman. Qani boshladik. Ikkinchi raund. Shu yerdan kuzatib turamiz. Jang boshlandi. 6 ta golem 100 ta zombi. Jang boshlandi. Mana zombilar ko'paymoqda. Nima deysizlar, yordam beramizmi? Mayli, birontasi menga teginsa mayli, men ham jangni boshlayman. Sherda turaman. Birontasi menga teginsa boshlayman. Golemni urdim. 3-chi raund boshlandi. Bunda boshladik.
komanda yo'llashga harakat qilamiz. Amayli. Zamonimiz nimagadir ishlamay qoldi, shuning uchun qilishlar yo'q. Ana katta. Yettita zombi qoldi. Va biz g'alaba qozondik. Mayli. Skeletonga qarshi urush ko'ramiz. 4-raund va boshlandi. Ben buna oldun anlamagan edim. Videoni olmasini oldim. Shuning uchun men o'yin narxlarini sotib oldim. Ular bilan ham urushib ko'rdim. Agar kimlardir bu Clash narxlarini qayerdan oldingiz deydigan bo'lsangiz, yigirma oltita skeleton qoldi. Yaxshi, 4 ta qoldi. Da oddiygina urib ko'ramiz. Va biz g'alaba qozondik. Eziretda hozircha bizga bitta Ezeret oyoq kiyim sotib olamiz. Invertarni hammasini bo'shatib tashlaylik. O'ynak ko'rsatgan 10 ta bombamning hammasi 100 tadan, hattoki ajdarlar ham. Agar shu video 20 ta like bo'lsa, shu ajdarho bilan ham urushib ko'ramiz. Bu yerga nima bo'ldi? Bilmadim. Bu narsa o'tar ekan demak. Bularni urib bo'lmas ekan. Bo'lmasam shularda ko'rsatar edim. Nima deysizlar? Blizlarga qarshi urushamizmi? Mayli, let's go. 100 ta Blizga qarshi urushamiz va jangni boshladik. Nimagadir ishlamayapti. Va bizga sovg'alar berildi. Yaxshi. Ya, 10 ta 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 10
olovni dastidan eshitmay ko'rinmayapti. Yaxshi, shu nezaretdan narsalar bronlayalarni olgan ekanmiz. Jonimiz ketmayapti. Yaxshi. Bizda 42 ta blisk qoldi. Yigirma oltita blaze. 25 ta. Ular meni urganligi uchun zirhnim tufayli ularga uylariga qaytadi. Oltita. Biz g'alaba qozondik. Yaxshi. Va hammangizga xayr. Hozircha biz videoni to'xtatamiz va shu videoda 50 tami yo 20 tami like yig'ilsa biz Ender Dragon bilan urushib ko'ramiz. Va hammangizga xayr. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.